Yo, hammaga assalom. Sizlar bilan Ritos. Bugun sizlar bilan juda ham ajoyib bo'lgan samolyot, aeroplan modelini ko'rib chiqamiz. Mana bu yoqda bo'lish kerak. Yo'q, bu yerda emasdi. Keyin sizlarga aytib o'taman. Bu yangi versiya va bu versiyaga kuladigan gazlar ham qo'shilgan. Ana kulib yuribdi. Hop, sizlar bilan samolyot modini ko'rib chiqamiz. Bu yerda samolyot modini nima topish kerak? Mana do'stlar, sizlar bilan hozir samolyot modini ko'rib chiqamiz. Undan avval bizga kerak bo'lgan track, hop, vertolyot ularni olamiz. O'zimga yoqadigan mashina yoki samolyotlarni olaman, avtomobillarni. Keyin sinab ko'raman. Lekin albatta mana shuni olishinglar kerak. Yoki bo'lmas. Bilmadim, keyin ko'rib chiqamiz. Bo'lmas ekan hozir. Qanday chiqadi? Buni almashtiramiz hozir. Oldik mana. Endi qaytadan o'tib buni sotib turaylar, hozir uchamiz birgalikda. Hozir bo'ldi. Hozir amayli emaskan. Mas uchni o'ringa suvga kirib ketyapman. Mayli. Bunisini hisoblamadik deb tushib ketamiz. Qarachi, o'zinglar uchishni o'rganib olasizlar. Men pravam yo'q. Suvga kirib ketdim, qarachi. Qarachi. Xuddi shundoq. Bu samolyotni olamiz. Ko'pchilik bilsa kerak, bu orqasi ochilib kiygan samolyot bo'ladi, lekin u samolyot emas. Eshakka o'xshaydigan samolyot. Endi yana anaqasini olamiz, fuelini o'tiramiz. Shunday qilib turib o'zini qo'yamiz. Shunday qilamizda. Mana uchi bo'ladi do'stlar. Mana xohlasanglar bunday ekranni burib qayrilsanglar ham bo'ladi. Maza qilib o'ynayapsizlar. Chaqmoqqa o'xshab portlayotganlar nima Ritos desanglar, yoqmon kelgan o'sha chaqmoq xuddi odamda ham shu mod bor. Bu modni xohlasanglar 8 Minecraft Qarachi, tushundinglar-ku? Haydashni keyingisiga o'tib ketaveramiz. Keyingisida patlar. Keyingisi esa mana bu. Juda ham yaxshi. Endi qo'lga boyagi yo'lni olib, foilni men o'shani olib, open qilib qo'yib
bundan ham tushiraydi. Mana shuni qanday qilishim kerak. Hozir bu tekstga o'zinglar faqat ochib o'ynab ko'rasizlar. Lekin uchib bo'ladi. Endi bu samolyotni ham tekshirdik. Unisiga o'tamiz. Eng muhimi bunda kemada suvda suzadigan, yerda yuradigan hamda osmonda yuradiganlar ham bor. Do'stlar, kema ham bor. Qo'lni hamma qani qilingan. Mana sizlarga kema, mana kema mana. Lash kemalarni oxirida sinab ko'rsataman sizlarga. Undan avval shunday bu qo'yib shunaqasiga boshqarar ekansizlar. Buni tekshirgan bo'lsak, endi trakni tekshiramiz. Trakni jinurgir trakni qo'yib bo'lmayapti. Hozir mashinamiz kam. Men qarasam, men bunchalik xato qilaman deb o'ylamagandim. Mana bularni yo'qotib qo'yamiz. O'zinglar bu yerda ko'p bo'lganligi uchun o'zinglar xohlasanglar qo'yishinglar mumkin. Mana bularni olib ko'rsatib beray. Ya bitta yo'ldan o'ylab birdaniga. Ey, uchamiz. Mana ko'rdinglar, o'zinglar. It tepganday katta eshakni kallasidek. Mana buni kallasida ham katta mashina. Mana bunga qarasanglar ham bir eshakni ko'rgandek bo'lasizlar. Bu eshak emas, bu sizlarning xolanglar bo'ladi. Keyin bunga ham yo'llarni qo'yib, yana qaytasiga bo'ladi. Chuqur mashina. Kattagina hayotiga o'xshaydigan yaxshigina mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Dizaynini ko'ryapsizlar. Qo'lingizda o'yinchoq, hayot qo'ysangiz baqlajon, mashina. Ikkinchisini ko'rsatishim shart emas, chunki bu ham o'shani turidan, gigantskiy turdan. Vertolyotdan qo'yamiz. Ikkita bularni yo'qotib qo'yamiz. Hozir 1 minut azizlar. Xullas do'stlar, men bu nimaligini bildim. Menda qilsak qo'yib bo'lmadi, to'g'rimi? Bu narsa men buni tagiga ekan. Hozir bu narsa ba'zi bu narsa o'xshamasligi ham mumkin. Ba'zi bu narsa o'xshamasligi ham mumkin. Meniki da o'xshamadi. Sizlarnikida o'xshashi mumkin. Telefoninglarda. Endi buni qo'yib olib, mana vertolyot ko'ryapsizlar. Vertolyot deb yozibdi. Endi chamiz oldinga qarab. Xohlasanglar bunda ekranni burib, bunaqa uchishlar ham mumkin. Eng muhimi hop, bu vertolyotni ko'rib bo'ldik. Endi bunisiga o'tamiz. Deyishdan oldin men bu yerda yana mashinalarni qo'yib ko'rsatib beray. Mana bu mashinani taniysizlar, eshakdek katta mashina. Yo'qotib qo'yamiz bu mashinani. Bu kemani keyin qilamiz. Demak, bu yerga o'tamiz. Ichiga o'tamiz. Bu yerda open narsasini topolmasanglar, open yozuvini topolmasanglar, mana bu narsaga bosib ham bo'ladi. Bu foilni qo'ymasanglar, bu mashina, vertolyot, kemalar yurmaydi, harakatlanmaydi.
Mana ko'p o'yinchilar bo'ladi. Bu bilan bemalol o'ynaydilar. Do'stlaringlar bilan ham ularni o'ynashga juda ham zo'r. Realistik ko'rinishlar, mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Xo'p, endi keyingi modga skillatlarga ahamiyat bermaymiz. Shunaqa klaslar o'zi Minecraft terlar bo'ladi buni ko'proq. Bu mashinani tekshirib bo'lgandan keyin eng qiziq joy kemamizni tekshirib ko'ramiz. Hop. Qo'yib ketdi. Bemalol bu mashinada ham do'stlaringlar bilan flot ochib, o'g'ri, politsiyachi ko'p o'yinchilar bo'ladi. Ovozini qanday o'chib yoqdim bilmadim. Ovozini yoqish hammaga ham emas. Endi o'zingizlar bilib olasizlar. Xo'p, endi suv topamiz. Cho'kib ketgan bo'lgani uchun juda ham ko'p suvlar. Mana suv topib oldik. Yana shu suvga mana katta dengiz topdik mana. Bu tomonga o'tib olsak. Mana shu yoqqa qo'yaveraman. Kema. Hamma kutgan lahzalar. Kema. Bun turishi ham realistik turda. Bunday kerak. Bemalol katta dengizlarda aylanib yurib bo'ladi. Bu kema ko'proq juda ham o'rta orolda uchib olganlarda kerak bo'ladi. Realistik kema mana. Juda ko'rib turibsizlar mana. Qaytarib o'taman. Bu modlar 3.8 Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanalini opitsiyada ham qoldirishim mumkin. Bo'pti. Esinglardan chiqmasin. Shuncha narsa shu sizlarga o'rgatganim uchun, modlarni ko'rsatganim uchun like bilan podpiskani bosib chiqib ketinglar. Va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysanglar, keyingi videolarimdan qachon chiqqanini bilib, birinchilardan bo'lib ko'ra olasiz. Manda yana bir mod bor edi. O'shani ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Agar o'sha mod bo'lsa, demak bo'ldi. Keyingi bu modni keyingi safar ko'rsataman. Sog' bo'lasizlar.